Assalomu alaykum o'rtoqlar. Men bugun Hayotbek Uz akami oldiga kelgandim. Mollarini ko'rgani, qarasam, deyarli hamma molini sotib yuboribdi. Mana shu 3 ta mol qolibdi xolos. Moldan yaxshi foyda topyaptimi deyman. Men aytgan bitta molxona uchun joy qilyapti mana. Bu molxonaga mana shu yangi solayotgan molxonangizga nechta mol sig'adi? Taxminan 10 taga mo'ljallab. Mana 10 taga mo'ljallab mana shu molxona solyapti. Ertalab 8-mart xotin-qizlar bayramini hamma tabriklaymiz xotin-qizlarimizni. Bu olasan ertalabdan yemaydi. O tayyorlab qo'yamiz shuni. Bu silyosa hozir. Ha, tayyorlash usulini ko'rsataman. Obunachilar ajratmaydi. Tayyor silyoz, bir qop silyoz, bir ikkita tog'orada gravlikadan chiqqan somonimiz, keyin yana bir qop silyoz. 3 ta molimizga mana 2 qop silyoz, yarim qopcha somon. Somoni bo'lgan somoni yo'q, to'xol qo'shsa ham bo'laveradi. Sizlar qo'shsalar, hozir buni ichiga qo'shiladigan narsalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Shunday qilib olamiz, chiroyli qilib. Kechki yemek. Hozir nechta molingiz bor deydi o'rshi? O'rshi 8 ta edi, bir yil o'tgan 10 ta edi. Yildan yil mana 8 ta. Hozir 5 tasini sotib olibsiz. Demak, qanchadan sotdingiz hozir ularni? Hozir 33 million. 17 million, 29 million. Yaxshi foyda bo'lyapti. Endi bunga qo'shamiz. Mana shu tovarada 2 ta ketadi. Ko'rsatsam, bismillah. Mana shu to'la kepa olinadi. Sepiladi. Yana kunjara sepamiz. Endi ustiga kunjara yeydi. Kunjara mana shunda 2 ta akalar. Obunachilar. Bu yaqinda kuzatadigan obunachilarimiz bo'lsa, mikrofonni chorvoya qilib qiziqaman degan akalarimiz bo'lsa, mana bemalol yem tayyorlash. Misik qilamiz, yig'ilib. Endi buni aralashtiramiz akalar. Aralashtiramiz. Kim yerga qilsa 5 litre aralashtirsa ham bo'laveradi, qo'lda aralashtirsa ham bo'laveradi. 2 marta yoqqa aralashtiramiz. Qo'lda osonroq qo'shyapti. Qo'lda osonroq bo'ladi. Hozir bu ikkala novosingizni ham sotmoqchi bo'lib turibsiz, adashmasam. Xudo xolasa. Bular qanchadan sotmoqchisiz endi bular? 30 million tepasi mo'ljallab 30 million tepasi. Nomerlaringizni ham qo'yib qo'yaman. Agar olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bunisi sotilmaydi, bu sigir-a bu. Buni sigir qilamiz. Bo'g'ozam ekan bu. Qanchada tug'adi endi bu? 5-6 oyda tug'adi, aytib tug'adi. Bir oylik bo'g'oz. Bu yoqqa yana bir marta bu yoqqa. 2 martalab. 2 marta aralashtirib qo'yamiz. Shtobi yaxshi bo'ladi. Bu ertalabki bo'lsa, obedgacha, obedga berilmaydi. 2 mahal beraman xolos. 2 mahal, kechki paytga. Shunday qilib obedga suv ichadi. Kechki paytga suv ichadi. Hisobda roza tutyapti. Roza. Zo'rmachilar, bundan tayyor. Bo'lmasa yetalanga beramiz. O'zimizning mesni parodalar. O'zimizni yeqqonchasi yesin, jaydarim bu bo'ladi. Chorvachilikka qiziqsanglar, bemalol kanalimizga obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin. Bugungi videolarimiz mana shulardan iborat edi. Kuzatishda davom etinglar.